Mahallamizda faol yoshlar, o'zini o'zi band qilgan yoshlar hamda tadbirkor yoshlar juda ko'p. Bulardan misol qilib aytishimiz mumkinki, Romish Mefey Oqrabot qishlog'ida istiqomat qiluvchi Boymurodov Ro'zi Uchqun o'g'lini misol qilib keltirishimiz mumkin. Ushbu yoshimiz tadbirkorlik boshlashdan oldin unga subsidiya asosida asalari sotib olish uchun pul mablag'i ajratilgan hamda u pul mablag'lariga 7 quti asalarini sotib olgan hamda to hozirgi kungacha uning asalari qutilari soni 20 taga yaqinlashib qolgan. Bu yoshimiz asalarchilik faoliyatiga juda qiziqadi. Bundan tashqari internet qo'llanmalaridan foydalangan holatda asalarchilik sir asrorlarini muntazam o'rganib kelmoqda. Men Boymurodov Ro'zi Uchqun o'g'li, Romish Mefey Oqrabot qishlog'ida yashayman. Shu mahalla tomonidan yoshlar yetakchisi yordam berib, svarka uskunalarini olib berib, bo'sh vaqtimda shular bilan shug'ullanaman. Probatsiya tomonidan subsidiya asosida asalorichilik olib bergan menga. Boshiga 7 quti olgandim. O'sha bilan shug'ullanib, ishlab ustiga o'shani 15 quti qildim. Ustozim borlar, Bektam aka, tushunmagan joylarimga yordam beradilar. Bo'sh vaqtimdan asalorichilikdan tashqari yana svarchilik ishlarini qilaman. Undan tashqari taksichilik ham qilaman. Oilam, ro'zg'orim tinch. Shuni ustiga ishlab, pul topib, mehnat qilib, oilada 2 nafar farzandim bor. Asalarichilik bu juda nozik kasb. Bunga juda ehtiyot bo'lib, diqqat bilan agar qaralmasa, parvarish qilinmasa, yo'qotish hech gap emas. Mana menga Romish mahalla fuqarolari yig'ini yoshlar yetakchisi kelib iltimos qildi. Mana shunaqa bir fuqaromiz bor. Shunga shu asalarichilik bilan qiziqar ekan, shuni sirlarini o'rgating dedi. Mana Boymurodov Ro'zi Murod mana 1 yilga yaqinlashib qoldi. Qilyapti, ancha hozir o'rganib qoldi. Mana sonini ham 7 oila olib kelgandi. Mana shu 7 oilani hozir 15 taga chiqardik. Xudo xolasa mana qishdan chiroyli qilib chiqardik. Chunki buni qishdan ham agar ehtiyot bo'lib qaramasa o'rni yo'qotish ham emasda. 150 kilo, 170 kilo asal tortgan edi. Ana xudo xolasa men o'ylayapmanki, bu yil 300-400 kiloga yaqin tortish kerak asalni.